Poytaxtimizdagi O'zkimyo-sanoat aksiyadorlik jamiyatida xalqaro standartlashtirish sertifikati ISOni topshirishga bag'ishlangan tadbir bo'lib o'tdi. Unda CERT International xalqaro akademiyasi va O'zkimyo-sanoat aksiyadorlik jamiyatining xodimlari ishtirok etishdi. Mohinur Olimova lavhasi shu haqda. Mamlakatimizda korrupsiyaga qarshi kurash borasida amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlar yangi bosqichga kirdi. Davlat siyosatida shaffoflik, xolislik va mas'uliyatli boshqaruvni ta'minlash maqsadida iqtisodiyotning barcha sohalarida xalqaro standartlarga muvofiq tizimlar joriy etilmoqda. Jumladan, O'zkimyo-sanoat aksiyadorlik jamiyatida ham korrupsiyaga qarshi samarali boshqaruv tizimi shakllantirildi. Jamiyat xalqaro standartlashtirish tashkilotining sertifikatiga ega bo'ldi. Bugungi tadbirimizning asosiy maqsad ISO 37001/2016 xalqaro sertifikatiga ega bo'lindi. Bu asosiy nima beradi? Ya'niki jamiyatimizda xalqaro korxonalar bilan shartnoma tuzishda asosiy vositalardan bittasi bo'lib xizmat qiladi. Sertifikatni qo'lga kiritish tashkiloti nafaqat shaffof boshqaruvni yo'lga qo'yish, balki uning investitsiyaviy jozibadorligini oshirish, xalqaro hamkorlar ishonchini mustahkamlash va global bozorda raqobatbardoshligini ta'minlashga xizmat qiladi. Mohinur Olimova, Shohrux Toshnazarov, yoshlar.